Qurbonlikning asosiy shartlari: birinchisi musulmon bo'lishligi, ikkinchisi balog'atga yetgan aqlli bo'lishligi, uchinchisi safarda emas muqim bo'lishligi, to'rtinchisi moli nisobga yetgan bo'lishligi, beshinchisi qurbonlikni vaqtida so'yishligi, ya'ni Eid namoz o'qilgandan boshlab 10, 11, 12 Zulhijja kunlari. Oltinchisi halol va sog'lom hayvonlardan echki, qo'y, sigir, tuya, ya'ni sog'lom bo'lishligi kerak, oqsoq, ko'r, aybli bo'lmasligi kerak. Yettinchisi qo'y, echki 1 yoshdan kam bo'lmasligi kerak. Sigir 2 yosh tishi olgan bo'lishi kerak. Tuya 5 yosh. 8-inchisi niyati xolis Allohning rizoligi yo'lida bo'lishligi kerak. Qurbonlik qiluvchi inson soch, soqol, tirnoq, badan tuklarini Zulhijja oyining 1-kunidan to 10-kunigacha, ya'ni qurbonlik so'yguniga qadar olmay turishligi mustahab sunnatdir. Olib qo'ysa qurbonligi bo'laveradi, zarari yo'q. Qurbonlik qilishga sigir, tuya 7 kishigacha o'tadi, qo'y, echki har bir kishi uchun 1 donadan so'yiladi. Islomning 5-rukni bo'lmish haj oyida roza tutishlik nafl mustahab hisoblanadi. 1-Zulhijjadan 9, ya'ni Arafat kuniga qadar roza tutishlik mustahabdir. Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki Arafat kuni roza tutgan bo'lsa, avvalgi gunohlari, keyingi gunohlari kechiriladi degan muborak hadis bor. Shunga muvofiq qo'ldan kelgancha tutaylik. Alloh taolo barchamizni ibodatlarimizni qabul qilsin. Kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.